Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'rguvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning muhim mazmunlarini tanishtiramiz. Yana bir Sharq Turkistonlik jazo lagerlarida jon uzdi. Xinjiang'o o'zini halokatga ichtirmoqda. Xitoy Qog'iliq noyisining Chipan daryosi bo'yidagi yezilarni ko'chirishga boshlagan. Xitoy hukumatining yolg'onchiligini fosh qilish uchun Janvada keng ko'lamli namoyish o'tkazildi. Mursining o'g'li o'zini yolg'iz tashlab qo'ymagan barliq kishilarga rahmat etdi. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bo'lsin. Washingtondagi Uyg'ur kishilik huquq va demokratiya fondining tor betida xabar qilinishicha, 10 necha yil ilgari Turkiyaga tuqqan yo'qlab qolgan Qaharjon Qovul o'ltir 7-oyda Aqsuda tutqun qilinib, 11-oyning oxiri lagerda jon uzgan. Ma'lum bo'lishicha, o'tgan yili 41 yoshga kirgan 2 bolasi bo'lgan Qaharjon Qovul dastlabda telefonidan masala chiqib tutqun qilingan. So'roq jarayonida uning Turkiyaga tuqqan yo'qlab qolganligi oshkorlanib, keyin qistoq qilingan. Uyg'ur kishilik huquq va demokratiya fondining mazkur xabarida bayon qilinishicha, fondi jamiyatining xodimlari Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq raisi Rabiya Qodir xonimning oila tavobotining ahvolini aniqlash davomida, jumladan cho'ng o'g'li Qahar Abdurahimning ahvolini surishtirib davomida Aqsu shahri ichidagi yana bir Qahar ismli kishi, ya'ni Qaharjon Qovulning lagerda o'lganligi oshkorlangan. Uyg'ur kishilik huquq va demokratiya fondining tor betidagi mazkur xabarda bayon qilinishicha, 41 yoshli Qaharjon Qovulning asli kasbi shofir bo'lib, u bultur 7-oyning o'ttiri va oxirlari tutqun qilinib, 11-oyning o'ttiri va oxirlari, ya'ni texi lagerdan qo'yib berilmay turibla hayotidan ayrilgan. Aqsudagi aloqador xodimlar Qaharjon Qovul haqida gap qilishdan o'zlarini qochirsa-mu, lekin hech qaysisi uning lagerda o'lganligini inkor qilmagan. Yana uning normal yashayotganligi haqida eg'iz ochmagan. Uyg'ur kishilik huquq va demokratiya fondining vaziyatdan xabardor kishilardan egallashicha, Qaharjon Qovul lagerda qiyin qistoq sababli hushidan ketgandan keyin doktorxonaga opirilgan va doktorxonada qutqizish unum bermay hayotidan ayrilgan. Ammo hozirgacha bo'lgan aniqlash davomida uning doktorxonaga opirilganligi texi dalillanmagan. Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi bostirishlarga qarata Amerika va boshqa g'arb ellari qattiq norozilik bildirayotgan bir mezgilda Xitoy doiralari Urumchida Xitoycha alohidalikka ega sotsializm qurish bo'yicha Xinjiangda bexatar va tinch muhit barpo qilish temasida soqchi xizmat yig'ini ochilgan. Yig'inga atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik partiyasining sekretari Xinjiang'o riyosatchilik qilgan. 19-iyun ochilgan mazkur yig'inda Xinjiang'o rayonidagi barliq soqchi xodimlaridan Xi Jinping yadrolikidagi partiya markaziy komitetining atalmish Xinjiangni idora qilish bosh strategiyasini qattiq ijro qilish, jamiyat muqimligini qat'iy saqlashni talab qilib, Xinjiangdagi soqchi xizmatida yangi vaziyatni barpo qilishni alohida ta'kidlab, soqchi organlarining atalmish tinch va amin Xinjiang barpo qilishda o'ynagan rolini mutlaq muayyanlashtirib, ularni yangi davrdagi soqchilarning xizmat burchiga asosan Xinjiangni idora qilish strategiyasiga tayinib, tinch va amin Xinjiang barpo qilish nishonida oxirgacha ching turishga undagan. Beijing Bahari jurnalining muharriri Hu Pengning bildirishicha, allaqachon soqchi davlatga aylangan Sharq Turkistonda ochilgan soqchi xizmat yig'ini amaliyotda butkul rayonni cho'ng bir usti ochiq turmaga aylantirishdan boshqa narsa emasligini, bundaq vaziyat mangu davomlashmaydiganligini, tarixdan buyon o'z xalqini rahimsiz bostirgan hukmronlar uzoq umr suramaganligini, bir millatni madaniyat jihatdan yo'q qilish qilini 100 yil ketadigan tursa, uni butunlay yo'q qilish mumkin bo'lmaydigan ish. Xinjiang'oning atalmish Xinjiangda soqchi xizmat yig'ini ichishi o'zi halokatga ichtirganlik bilan barobar. Shundaqla o'zining keyiniga qaytqudak imkoniyatni qoldirmayotidi degan. Xitoy doiralari Qog'iliq noyisining Qarqurum tog'laridan eqib tushadigan Chipan daryosi bo'yidagi bo'stonliqlarga joylashgan Uyg'ur yezilarini ko'chirishga boshlagan. Kashmirdan boshlanadigan Chipan daryosi Qog'iliqning 70 necha kilometr g'arbiy janubidan eqib o'tib, Yarkan daryosi qo'yiladi. Uyg'urlar avloddan avlodga daryoning ikki qirg'og'idagi bo'stonliqlarda yez kentlarni qurib, dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullanib kelgan. Lekin Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, 23-iyundan boshlab daryo qasniqidagi Chipan qatorliq 3 yez bozorining yerlik fuqarolarini 110 kilometr yiroqlikdagi Aqtash degan tuzlanglik rayonga ko'chirgan. 23-iyun kuni dastlabki qadamda Chipan yezining 9-kantida o'ltirishliq 110 nafar aholi Aqtashga ko'chirilgan. Xitoy markaziy televiziya stansiyasining xabarida qayd qilinishicha, Xitoy doiralarining planida bu vodidagi Chipanni o'z ichiga olgan 3 yez bozordan 1448 tutun, 5600 nomrod aholi Aqtashga ko'chirilgan. Xabarda bu yerdagi aholilarning oxirgi ko'chish tayyorliklarini bitirib bo'lganligi ta'kidlangan. Xitoy hukumati 2018-yili atalmish nomrodlarni ko'chirib qutqizish qurilishiga 1,8 million yuan xalq puli ajratib, 30 ming aholini ko'chirishni planlagan. Xitoy taratqullarining ilgari surishicha, hukumat bu yillik ko'chirish qurilishiga 1 milliard yuan mablag' ajratgan ekan. Xitoyning atalmish nomrodlarni ko'chirib qutqizish qurilishi Uyg'ur tashkilotlarining izchil tanqidiga uchrab, Xitoy hukumatining Uyg'urlarni ko'chirishidagi haqiqiy g'arazi ularni chegara bo'yi, tog'liq rayon,
daryo yaqinlaridagi strategik joylardan yiroqlashtirib, unumli kontrol qilg'ili bo'ladigan rayonlarga yig'ish. Bu orqali ularni osmonasiya qilishni osonlashtirish ekanligi bildirilgan. iyun Shveysariyaning Jeneva shahridagi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining oldida Xitoyning yolg'onchiligini fosh qilish uchun keng ko'lamli namoyish o'tkazilgan bo'lib, Norvegiya, Fransiya, Gollandiya, Belgiya, Shvetsiya, Germaniya, Avstriyadagi Uyg'ur jamiyatlari va shaxslar qatnashgan. Mazkur namoyish 5-iyul qirg'inchiligining 10 yilligini xotirlash bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi tomonidan o'rlashtirilgan bo'lib, bu vaqtda Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandim atalmish Şinjan Uyg'ur avtonom rayonining muavin raisi Erkin Toniyazning Birleşken Devletler Teşkilatı'da vatanimizda Uyg'urlar vaziyetining nihoyat yaxshi ketayotganligi va jazo lagerlarining yo'qligi haqida doklad bermoqchi bo'lgan. Hamda namoyishning o'rlashtirilishidan xabardor bo'lgan Xitoy Erkin Toniyazning doklad berishini amaldan qoldirgan. Namoyishchi qarindoshlarimizning ovozi yo'ldan o'tgan yo'lovchilarning alohida diqqatini tortgan bo'lib, har biri to'xtab namoyish uchun qo'yilgan lozunka va rasmlarni tafsiliy ko'rib, o'zlarining qo'llaydiganligini bildirishgan. Muhammed Mursining sud zalida hayotidan ayrilgan. Davlatning demokratik saylam orqali hokimiyat beshiqqa kelgan tunji prezidenti marhum Muhammed Mursining o'g'li Abdullah Mursi Al Jazeera kanaliga bayonot berib, oldi bilan Turkiya Cumhur raisi Recep Tayyip Erdogan, Qatar amiri Sheikh Tamim, Malayziya hukumatining raisi va Tunisning sobiq prezidenti Munsif Al-Marzuqi qatorliqlarning o'zlarini yolg'iz tashlab qo'ymaganligiga rahmat etdi. Shundaqla Misr doiralarining dadisi uchun ta'ziya murosimi o'tkazishga ruxsat qilmaganligini, Masjid Aqsoda g'oyibona janoza namozi o'qilganligini eskartdi. Misrning demokratik yo'llar bilan saylangan tunji prezidenti Muhammed Mursi Vadinna Turun turmasidan qochish va Hamas uchun jasuslik qilish jinoyati bilan ayblanib, 17-iyun sud maydonida bu dunyo bilan vidolashgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.